Mening qizlik familiyam Rahmonova Moqchehra Murodjon qizi. Demak, Rahmon otaning nevarasiman. Otamni juda ham sog'indim shu kunlarda. Har bir gaplari, so'zlari, menga bergan motivatsiyalari, hayotga o'rgatganlari hali hanuz qulog'im ostida jaranglaydi, ko'zimning oldidan o'tadi. Meni hayotda qiynalmasligim uchun doimo menga yelkadosh bo'lgan otajonim. Hammada har xil vaziyat bo'ladiki, otam bizga har doim yonimizda turib dalda berganlar. Ilmni ustun qo'ygan inson bo'lganlar. Chunki o'zlari ham ona tili adabiyot va rus tilidan dars berardilar maktabda. 2 diplomlari bordi, 2 xil yo'nalishda. Otajonimni juda ham yaxshi ko'rardim. Hali hanuz esimdaki 11-sinfni bitirib institutga topshirganman, tayyorlanib. Ammo 2 ball yetmay qolgan, institutga kira olmaganman. Mandat chiqqan, institutga kira olmadingiz degan xabar kelgan. O'shanda o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Endi nima qilaman? Qanday yashayman deb o'ylaganman. Chunki aniq o'qishga kiraman degan o'rnashib qolgan edi miyamga. Aniq men o'qishga kira olaman deb. Chunki maktabdagi, sinfdagi eng a'lochi o'quvchi edim, hammasi 5 edi. Menimcha o'ylaymanki, omadim kelmagan xolos. Shunda otam koronavirusga uchrab Zangiotada yotgandilar. Ammo men o'qishga kira olmaganimni eshitib kelganlarda koronavirus bo'lsalar ham kelib, o'shanda aytgandilar dadam bilan oyijonimga, buni o'qitish kerak. Qozog'istonga ham bo'lsa ham borib kirgizib, yana perevodni oladi, buni o'qitmasanglar bo'lmaydi deb, hozir yonimizda pul yo'q edi deganlarida, men beraman o'sha pulni deb, hattoki o'sha 1-kursdagi kontraktimgacha to'lab ketganlarda o'qishga kirgizib meni otam. To'lab kirgizganlar. Otam shunda menga aytgandilar, qizim, men senga shunchalik ishonamanki, ishonchimdan oqlashingga ham ishonaman. Shu uchun men seni bunchalik harakat qilib, o'qishga, ilmga qiziqqaning uchun men seni bu mehnatingni qadrlayman. Mehnatingni rohatini ko'rishing kerak sen albatta deganlar. Va o'qishga kirganman Qozog'istonga, 1-kurs Qozog'istonda o'qiganman. Va shu kirganimdan keyin 3 kundan keyin vafot etganlar otam. Rahmatli otam juda ham zo'r inson edilar. Va men perevod oldim. 2-kursda perevod oldim, Milliy universitetga. Psixologiya fakultetini bitirdim, Allohga shukr. Otamni menga bergan daldalarini hech qachon unutmayman va hech qachon bunday qarzimni qancha duolar qilsam ham uzolmasam kerak deb o'ylayman. Men shunaqa zo'r insonning nevarasi bo'lganman. Men otamning ismlari umuman bu hayotdan o'chmasligini istayman. Otamning ismlari Omonov Rahmon Karimovich bo'lgan.